Erkaklar topadigan pulni biz ham topa olamiz. Erkaklar sotib olayotgan uy, mashinalarni biz ortig'i bilan qila olamiz, deb fikrlaydigan ayollar zamoniga keldik. Shunday o'ylaydigan ayollar, bu gapimni bir eshiting, faqat xafa bo'lmang. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga, shaytonning bo'g'zidan tutishi mumkin. Azaldan podshoga berilmas buyruq, erkakni erkidan bo'ling ehtiyot. Ehtimol ayoldan 40 ta joni yo'q, lek sabri sanalsa 40 mingdan ziyod. Biz ojizalar, haqiqat qani? Deymiz sizga mehr bizdan yuqqan deb, unutib gohida chap qovurg'ani, aytamiz erkakni ayol tuqqan deb. Siz opam, siz singlim, gulgun yanoqmiz. Chiroyimiz chandon oy bisotidan. Ehtimol podsholar chiqqan sanoqsiz, lek payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Bemehr atamang yuzlari so'z demas. Uning mehrini 40 mingta sabridan izlang. Uning kulgusini yuzidan emas, yuragidan izlang, qalbidan izlang. Tilsa faqatgina bag'rin tilar u, lek jafo jahdida tig'lay olmaydi. Azob, uqubat, dardni bilar u faqat, lek bizga o'xshab yig'lay olmaydi. Biz ming chiransak ham, kerak bo'lsa dunyoni olib kelib qo'ysak ham, erkaklar bilan bir pog'onada bo'la olmaymiz. To'g'ri, erkaklarni biz tug'amiz, lekin ularning chap qovurg'asidan yaralganimizni har doim esimizdan chiqarib qo'yamiz.